Assalomu alaykum. Men Rahim va Ra'no. Bo'g'in og'riqlar bo'yicha kelganman. Oyog'im og'riydi qattiq. Belimda grija bor. Bo'ynimda ham osteoxondroz. Shu kasalliklar bo'yicha keluvdim. Mana rahmat bularga, guvohlari bor. Mana Koinot sanatoriyasiga kelganmiz. Oltin gurgutli guvohli vannalari juda ham yoqdi oyog'imga. Oyog'im yengil, yaxshi. Yurolmay keluvdim. Bitta oyog'im taxtadek qotib qoluvdi. Keyin belimda bel og'riqlar bor edi. Ularga ham vanna, mana guvohli vannalarni oldik. Hamma lichinilari yaxshi. Ukollar oldik qo'shimcha. Doktorlarning ham muomalalari yaxshi hammalarini. Sog' bo'lsin, rahmat bularga katta. Yengil bo'lib ketyapmiz mana 12 kun davomida opa-singillar kelib davolanib ketyapmiz. Juda ham yaxshi lichinilari. Kelinglar, sizlarga ham tavsiya qilamiz. Men juda ham xursandman, yengilman. Xudo xolasa yana 6 oydan keyin kelib lichini olaman. 6 oyda kelib olsak, o'sha og'riqlar, bo'g'in og'riqlar, mana shu organizmdagi kasalliklar hammasi yo'qib ketadi. Vannalari ham juda kuchli. Rahmat sizlarga, hamma doktorlarga rahmat. Sog' bo'linglar, yana kelamiz.